Leksimize devamı hürmetlik vatandaş bugün. Çiğsaq işkemeğin 21. ayının 26. günü. Şunda Qazir Wang Yang, Saqçı Ministerliğinin Ministeri Zhao Keji qatarlıqla ikinci qitim yana müstemlik Uyg'uristonga, yana Xitoy tilidagi Xinjiangga xizmatlarni ko'zdan kechirishga yetib keldi. Yevropa İttifaqı parlamenti şu kuni masalan Jungo Yevropa İttifaqidagi 10 nafar kishini embargo qildim deb e'lon qilganda şu kuni Yevropa İttifaqı parlamenti ikkinchi kuni o'tkaziladigan Jungo Yevropa İttifaqı umumyuzlik mablag' selish kelishimini muhokama qilish yig'inini amaldan qoldirdi. Yevropa İttifaqı parlamentinin qisman a'zolari mundaq ko'rsatdi. Jungo Yevropa İttifaqı mablag' selish kelishimini tasdiqlashni rad qilamiz. Bundan boshqa Germaniya, Belgiya, Fransiya, Daniya, Gollandiya, Litvan, İtaliya, Shveysariya ve Sloveniya qatarlı 9 davlat ayrım halda 3. ayının 22. günü, 3. ayının 24. günü şu devletlerde turuşluq Jungo'nun baş elçilerine çaqırtıp görüştü. Aynak gazete maqalasida mundaq ko'rsatdi. Hong Kongda nashr qilinadigan Aynak gazete maqalasida mundaq ko'rsatdi. Uyg'uriston masalasi, mustamlika Uyg'uriston masalasi belki oshkorlanadi. Belki echib tashlanadi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komitetining yuqori qatlam rahbarlarining arqa-arqadan mustamlika Uyg'uristonga berib, bu mesele bo'yicha, ya'ni Uyg'uriston masalasini butunlay oshkorlash bo'yicha eng oxirgi tayyorligini qilamdi qandaq. Shu jumla qaltis jumla ikinchi vatandosh bu Shanghai, Hong Kongda e'lon qilinayotgan Aynak gazetida Uyg'uristonga berib, bu mesele bo'yicha, ya'ni Uyg'uriston masalasini butunlay oshkorlash bo'yicha eng oxirgi tayyorligini qilamdi qandaq. Tashqari dunyoda mundaq faraz qilishdi. Uyg'uriston siyosati tufayli xalqaro jamiyatning qattiq ayblashiga duch kelganda Jungo Kompartiyasi o'zini oqlash uchun balki xalqaro tashkilotlarning Uyg'uriston, yana mustamlika Uyg'uristonga kirishiga yo'l qo'yishiga majbur bo'ldi. Bundan keyin tabiiyki har jihatdan tayyorlik qilishmi ham kerak bo'ldi. Bundan burun xalqaro tekshiruvchi Muxbirlar ittifoqi matbuotlar bilan hamkorlashib 2019-yili 11 oyning 24. günü bir parça tekshirish doklati e'lon qilgan edi. Jungo Kompartiyasi jazolash lageriga nazarband qilingan Uyg'urlar va boshqa sonliqlarning soni 1 millionga yetgan. Bu muxbirning gazetining gapi hamda bu. Nihoyatda ko'p odamlarga chetilgan. Jungo Kompartiyasi iz qoldirmaslik uchun zo'r miqdorlik xizmat ishlashga to'g'ri keladi. Ya da ko'rib o'tdik, vatandosh tekshirish xizmat guruhi. Bu vaqt qistab kelganligi xalqaro besim, xalqaro besimning maqsadlari hozir kishilik huquq, jazo lageri, majburiy emgak, majburiy, ya'ni planliq tug'ut mushu masalalarga markazlashib. Ya'ni buning ichki siri nima? Bu taqvattirg'i chiqmadi, hozir endi tuvanda ko'rib boqaylik vatandoshlar. Muhokama qilib.